Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizni 43-dars. Mavzuyimiz nurning nuqtalari orasidagi masofa. 15-betni ochsangiz, u yerda bizda 11 va 12 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 11-vazifamizni o'qiymiz. Sonli nurga A, B, C, D, Y nuqtalar joylashtirilgan. Quyidagilarni toping. A va C, D va Y nuqtalar orasidagi masofa. Keling, har bittasini bittadan yozib chiqamiz. Mana bu A'si bo'lar ekan. Xo'p, birinchi o'rinda biz nuqtalarni joylashtiramiz. Taxminan joylashtiramiz, aniq qilmaymiz-u. Bizda shunda tushunishga osonroq bo'ladi. Keling, demak, eng kichkina sonimiz bu yerda necha ekan? Bu yerda A'si ekan. Taxminan mana bu yerda A'si bor deylik. Tevasiga A deb qo'yaman. Xo'p, keyingisi bizda kichik sonimiz bu Y'si. Yoniga yozib qo'yamiz, Y deb qo'yamiz. Y deb qo'yamiz. Xo'p, keyingi kichik sonimiz bizda C'si ekan. Taxminan mana bu yerda deylik. Keyingi bizning sonimiz D'si. D'miz bizda mana bu yerda deymiz va oxirgisi 1 2 3 4 1 2 3 4 5-si ekan, ya'ni B'si bo'lyapti. B'si taxminan mana bu yerda bo'ladi. Taxminan yozyapman, tegi sonlarni ham yozganim yo'q. Bu biz uchun faqat tushunish uchun chizildi. Bo'lmasam chizmasangiz ham bo'ladi. Xo'p, A deb qo'yar ekanmiz, bizdan so'ralyapti. A va C, D va Y nuqtalar orasidagi masofani toping debdi. Xo'p, shuni hisoblaymiz. Bilsangiz, bizda hamma darslarimiz YouTube'da chiqmay qo'ygan, sababi biz Sanur Premium kanal Telegramda ochganmiz. U yerda bizda matematika, ona tili, ingliz tili, rus tili kitobi, rus tili daftari hammalari o'z vaqtida shu darslarimiz chiqib kelayotgan. Bu darslarimiz faqat Sanur Premium kanalda bor. U kanalga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Sanur Maktab Telegram kanaliga kiring, admin bilan bog'laning va to'lovdan keyin sizni Sanur Premium kanalga qo'shib qo'yadi. Yozganimizda AC deymiz. AC-ni topishimiz kerak ekan. Va bizda qarang. AC-ni topish uchun biz sizlar bilan eng katta sonimiz bu yerda C'si bo'lyapti. C'dan minus A qilishimiz kerak. C'ni javobi bizda nechaga teng ekan? Mana bu yerda yozilgan 300 mingga. Ya'ni 300 ming minus A niki esa necha bo'lgan ekan? Bu yerda turibdi 198 ming. 198.367 ekan. Minus qilib bo'lgandan keyin AC-ni masofasini hisoblaymiz, topgan bo'lamiz. Xo'p. Qayerga yozib ketsam bo'lar ekan? Pastga yozib ketaman. Ya'ni xo'sh. Buni qilamiz, qarangida. Mana uni olib qo'yamiz. Yozayotgan narsamizni ozgina pastroqqa tushirib yuboramiz bu narsamizni va tevada hisoblashni boshlaymiz. Qani joyimiz qoladimi shunda? Bemalol qolar ekan, xotirjam tevada ishlab ketaveramiz. Ya'ni yozganimizda 300 mingdan, keling bir deb qo'yaylik, 300 mingdan minus 198 ming 367 qilishimiz kerak. Hisoblaymiz. E'tibor bering, nollarimiz turibdi. Nollardan minus qilib bo'lmaydi. Shunga 3 dan qarz olamiz. Va 3 qarz berayotganda oxirgi mana bu yerdagi 0 ga 10 ni beradi. Qolgan nollarga 9 dan beradi. Tushunarli-a? Ya'ni 10 minus 7 miz bizda 3, 9 minus 6 miz bizda 3. 3mizni chiroyliroq qilib yozaylik. Yana 9 minus 3 miz bizda 6, 9 minus 8 miz 1. 9 minus 9'imiz 0. 3'imiz qarz berganligi uchun o'zi 2 bo'lib qoldi. 2 minus 1'imiz 1. Ya'ni javobi 101.633 bo'lyapti. Bu AC-ni masofasi ekan. 633. Keyingisi bizda D bilan Y midi? D bilan Y ni topishimiz kerak. D bilan Y ni topayotganimizda biz ya'ni Y dan qaniydi? Qaysi sonimiz kattaroq? Y'miz bizda kichikroq ekan. Mana bu yerdagi Y'si, D esa bizda kattaroq ekan. Demak, D dan minus qilar ekanmiz. Chunki D kattaroq ekan bizdan. Mana o'chirib tashladim, D dan minus qilamiz. D minus Y qilsak, shunda masofasini aniqlaymiz. D bizda 409 ming 4 ekan. Minus qilar ekanmiz. Y esa 199 ming 879 midi? 9 ekan.
Shuni hisoblaymiz. Xo'p, demak 2 deb qo'yaman. Yozamiz. 409.000 4 minus 199.879. Hisoblaymiz. Xo'p, 4 dan minus 9 qilib bo'lmaydi. Shunga mana bu yerdagi 9 dan qarz olamiz va oxirgi songa, ya'ni 4 ga 10 ni beradi, qolgan sonlarga 9 dan. Ya'ni endi 10 ni bergan bo'lsa 14, 14 minus 9 imiz bizda 5. Mana bu yerdagi 0 imizga 9 bergan, 9 bo'lgan. 9 minus 7 imiz 2, 9 minus 8 imiz esa 1. Mana 9 imiz qarz berganligi uchun o'zi 8 bo'lib qoldi. Shunga mana boshi turgan 4 dan qarz olamiz. Va bu 4 imiz qarz berganda, mana bu 9 ga 10 ni qo'shadi. Ya'ni 18 bo'ldi. 18 minus 9 imiz 9. Yon turgan 0 imiz 9 bo'ldi. 9 minus 9 imiz 0 va 4 imiz qarz berganligi uchun o'zi 3 bo'lib qoldi. 3 minus 1 imiz 2. Ya'ni javobi bizda 209.125. Mana bu yerga yozib qo'yamiz. 209.125 deb. Bu bizda ani javoblari bo'ldi. Xo'p, joyimiz qolib ketyapti. Keling bundoq qilamiz. Mana buni bundoq olamizda. Chiroyli qilib pastroqqa qo'yib qo'ysak, shunda chiroyliroq turadi. Qarang, biz sizlar bilan hozir AC va DY ni masofasini topdik. AC ni masofasi mana bu yerdan, qarang, mana bu yerdan mana bu yergacha masofani topdik. Bu AC ni javobi. Keyingisi mana YD bo'lyapti. Mana bu masofa DY bo'lyapti. Masofani topayotganingizda katta sondan kichik songa minus qilasiz. Xo'p, keling buni o'chirib tashlaylik. Bu bizga hozircha kerak emas. Xo'p, keyingisi bizda BS bo'lyapti. Bda CD va AY kesmalar uzunligini hisoblang. Xo'p, topamiz. B deb qo'yaman. B deganimizda CD va AY deyilgani. CD deb yozaman. Mana bu C, mana bu D. Yana biz katta sondan kichik songa minus qilamiz. CD da bizda qaysi biri katta ekan? D esa kattaroq ekan. Shunga D dan minus qilamiz. Ya'ni D minus C qilamiz. Shunda 409.000 4 dan minus C qilar ekanmiz. C imiz bizni 300 mingga teng ekan. 300 mingga teng. Hisoblaymiz. Keling, men tevaga yozib qo'yaman. Tevada yozayotgan narsalarni ham yozishingiz shart. Faqat javobini yozib qo'ymang. Va iloji boricha men yozayotganimda, mana qarang, yozib olaydi. 409.000 minus 300.000. Mana hozir videoni pauzaga qo'yib, o'zingiz ishlab ko'ring. Ishlab bo'lganingizdan keyin videoni pauzasini qo'yib yuborasiz, keyin mana bilan tekshirib ko'rasiz. Shunda siz matematikani ham o'rganishni boshlaysiz. Agar men yozayotgan narsamni to'xtamasdan yozib ketaversangiz, hech balon tushunmasdan, siz matematikani o'rganib ola olmaysiz. Sizning vazifangiz bu yerda uy vazifasini bajarish emas, balki matematikani o'rganish. Kelishdiki, xo'p, minus qilamiz, qarang. 4 minus 0 imiz 4 bo'ladi, o'zgarmaydi. 0 larimiz ham tushib kelaveradi 0 minus 0 ga. Xo'p, 9 minus 0 imiz 9, 0 minus 0 imiz 0 va oxirgisi 4 minus 3 imiz 1. Ya'ni javobi bizda 109.000 4 bo'ldi. Bu CD ni masofasi. Ya'ni uzunligi desak ham bo'ladi. Xo'p, keyingisi nechini topishimiz kerak? AY kesmalar uzunligi ekan. A, Y kesmalar uzunligi. Xo'p, bizda A imiz bizda nechaga teng ekan? 198 mingga. Y esa bizda 199 mingga. Demak, Y dan minus A qilamiz. Shunda hisoblaymiz. Y esa bizda nechaga teng edi? 199 ming 879 ga. A esa 198.367. Bu sonlarni qayerdan olyapsiz desangiz, mana tevamizda berilgan. Mana bu A niki, mana bu esa Y niki. Xo'p, hisoblaymiz. Hisoblagani mana bu yerga 4 deb qo'yamiz, yozamiz. 199.879 minus 198.367. Shunda 9 minus 7 imiz 2, 7 minus 6 imiz 1, 8 minus 3 imiz 5, 9 minus 8 imiz 1,
19 minus 19imiz 0 0 bo'ladi. Bu nollarni yozmasak ham bo'ladi. Ya'ni 1512 bo'larkan bu uzunligi. Ya'ni qarang, CD ni uzunligi mana buni bu yerdan mana bu yergacha uzunlik bizda 109 ming bo'ldi. AY niki esa, ya'ni mana bu yerdan mana bu yergacha uzunligi 1512 bo'ldi. Tushunarlimi? Xo'p, keyingisi biz A ni ishladik, B ni ishladik sizlar bilan. Endi oxirgisi D si qoldi. Kesmalardan qaysi biri uzun va qancha uzun? AB kesmami yoki BD kesmami? Shuni hisoblaymiz. Buni olib tashlaylik. Vazifamiz topish, aniqlash ekan. Mana bu kesma uzunroqmi? AB yoki BD uzunroqmi? Rasmda ko'rib turibmiz, AB'miz bizda uzunroq ekan, lekin farqi qanchalik uzunligini aniqlaymiz. Ya'ni D ni yozaman. Demak, yozganimizda AB kesmani hisoblaymiz. A va B. Xo'p, bu yerda bizda eng katta sonimiz B, A'miz kichikroq, shunga biz B dan minus A qilamiz. Hisoblaymiz. B'miz bizda nechaga teng ekan? 723 ming. 723 ming necha ekan? 723 ming 550. 550 minus A bizda 198 ming 367 ga tengida. Hisoblaymiz va yozamiz. Xo'sh, mana bu yerga 5 deb qo'yaman va hisoblayman. 723 ming 550 minus 198 ming 367. Hisoblaymiz. Xo'sh, 0 minus 7 qilib bo'lmaydi, 5 dan qarz olamiz. Shunda 10 bo'lib qoladi nolimiz va 10 minus 7 bizda 3 bo'ladi. Xo'p, 5imiz o'zi 4 bo'lib qoldi. Shunga yoniga turgan 5 dan qarz olamiz. Chunki 4 dan minus 6 qilib bo'lmaydi. Yoniga turgan 5 dan qarz olganimizdan keyin 5imiz 4 bo'lib 14 bo'lib qoldi. 14 minus 6imiz 8. 5imiz bu yerda 4 bo'lgan. 4 minus 3imiz 1. 3 minus 8 qilib bo'lmaydi, 2 dan qarz olamiz. Shunga 3imiz 13 bo'ladi. 13 minus 8imiz 5. 2imiz qarz berdi, o'zi 1 bo'lib qoldi. Shunga 7 dan qarz olamiz. 11 bo'ladi. Shunda 11 minus 9imiz bizda 2. 7imiz 6 bo'lgan. 6 minus 1imiz 5. Ya'ni javobi bizda 525 ming 183. 525 ming 183 bu AB ni uzunligi. Endi biz sizlar bilan BD ni uzunligini topamiz. BD ni uzunligini topamiz. BD da xo'p, B'miz nechaga teng edi? B'miz bizda yana 723.550 ga, D esa 109.004 ga. Demak, B dan minus D qilamiz, ha? B'miz bizda qayerda edi? 723.000 723.550 minus D'miz bizda 300.000. 300.000. Yana bitta tekshirib olaylik. To'g'ri bo'lyaptimi yoki yo'qmi? B 723.000, D esa D'midi? D'miz bizda yo'q, 409.000 ekan-ku. 409.000 xato bo'lgan ekan. Keling, buni o'chirib tashlaymiz. Buni o'rniga 409.000 deb yozamiz. 409.000 to'g'ri ekan, ha? Xo'sh, bitta narsa esimizdan chiqib qolibdi, bu yerga yozib qo'yish. Mana buni ozgina suramiz. Ko'p emas va yozamiz. Bu yerda B'miz katta bo'lganligi uchun B minus D qilib keyin hisobladik, ha? Xo'p, endi yozar ekanmiz. 723.550 dan 6-inchisi 723.550 dan minus 409.000 to'g'ri qilar ekanmiz. Hisoblaymiz. 5 dan qarz olib tursak, nolimiz 10 bo'ladi. 10 minus 4imiz bizda 6. 5imiz 4 bo'lib qolgan. 4 minus 0imiz 4. 5 minus 0imiz 5. 3 minus 9 qilib bo'lmaydi. Shunga 2 dan qarz olamiz. Shunda 13 bo'ladi. 13 minus 9imiz bizda 4. 2imiz 1 bo'lib qoldi. 1 minus 0imiz 1. Oxirgisi 7 minus 4 bizda 3 bo'ladi.
Ya'ni 314.546. 546. Bizdan so'ralyapti savolimizda kesmalardan qaysi biri uzun va qancha uzun deb. Biz AB ni kesmani uzunligini topdik. Bu 525.183, BD niki esa 314.546. Endi farqini topish uchun biz sizlar bilan AB minus BD qilishimiz kerak. AB ni javobi bizda 525.183, BD niki esa 314.546. Bu sonlarni mana bu yerdan olyapman. Xo'p, endi hisoblashimiz kerak bo'ladi. 525.000 necha edi? 183 minus 314.546. 546. Hisoblaymiz. 3 minus 6 qilib bo'lmaydi. 8 dan qarz olib turamiz. Shunda 13 bo'ladi. 13 minus 6 miz bizda 7. 7 minus 4 miz bizda 3. 1 minus 5 qilib bo'lmaydi. Yondagi 5 dan qarz olamiz. Shunda birimiz 11 bo'lyapti. 11 minus 5 imiz 6. 5 imiz 4 bo'lgan. 4 minus 4 imiz 0. 2 minus 1 imiz 1. 5 minus 3 imiz 2. Ya'ni 210.637. 210.637 bu farqi bo'lyapti ekan. Xo'p, qanday qilib javoblarni yozsak bo'ladi? Biz sizlar bilan hammasini hisoblab chiqdik. Xo'p, hammasini hisoblab chiqdik. Xohlasangiz mana bu hisoblagan narsalarimizni pastga olishimiz ham mumkin. Lekin mana yozgan narsalarimizni ham yozishingiz kerak, mana hisoblangan narsalarni. Hozir bundoq qilib turaylik, tevaroqqa ushlab turaylik-da. Qani edi, bundoq qilib tursak, yo'q, adashib ketib qolar ekanmiz. Qayerga qo'ysam bo'lar ekan? Qayerga qo'yib qo'ysak bo'lar? Keling bo'lsa mana uni olib turaylik. Biz hozir buni tevaga olamizda. Qani edi? Bo'lmasa ekan-a? Qanday qilib olib qo'yishni bilmayapman. Xo'p, bundoq qilsak. Xo'sh, keling chiroyliroq qilib qo'yay demoqchiman. Chunki siz adashmasdan chiroyliroq qilib daftaringizga yozib olasiz shunda. Mana bundoq qilamizda. Yo'q, sig'mas ekan. Afsuski, mayli, qolar ekan. Xohlasangiz mana bu ishlagan narsalarimizni joy bilan almashtirib qo'ysangiz, mana buni oldin yozib, keyin tagiga buni yozib ketsangiz yaxshiroq bo'lsa kerak. Xohlasangiz men yozgandek qoldirsangiz ham bo'ladi. Lekin ikkalasini ham yozishingiz shart. Xo'p, javob deb qo'yaman. Tagiga javob deyman. A ni javobi bizda. A ni javobi AC va DY nuqtalarini topishimiz kerak. A ni javobi bizda AC yozasiz, qarang, AC deysiz, barobar 101.633 ga. Xo'p, DY esa DY barobar 209.125 ga. Bu A ni javobi bo'ladi, B ni javobi. B de bizda CD va AY kesmalar uzunligi. Demak, CD ni uzunligi bizda 109.000 to'g'ri. AY-niki esa AY-niki 1512. Oxirgisi D si bo'lyapti. Kesman qaysi bir uzun va qancha uzun? Xo'p, buning uchun biz AB bizda uzunroq bo'lib chiqdi. Yozganingizni o'qilasiz. AB bizda uzunroq BD dan va ularni farqini so'rayapti bizdan. Farqi bizda 210.637. 210.637 farqi bor ekan. Shularni chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Men esa keyingi vazifaga o'taman. 12-chi vazifamizni o'qiymiz. Sxema bo'yicha masala tuzing va uni yeching. Demak, bizda pastda sxemamiz berilgan. Yogada bizda 365 million nafar odam, aerobikada esa 224 million nafarga kam. Ushuda esa 20 marta ko'p yogadan ko'ra. Jami nechta nafar odam qatnashar ekan bu sportlar bilan? Xo'p, sonlarimiz katta ekan.
Shunga keling, birinchi o'rinda yozib chiqamiz. Sizning vazifangiz oldin mana bu yozilgan kitobingizdagi narsani daftaringizga ko'chirib olishingiz kerak. Mana bu hammasini keyin tagida yechimini yozasiz. Bilsangiz, bizda hamma darslarimiz YouTube'da chiqmay qo'ygan, sababi biz Sanur Premium kanal Telegramda ochganmiz. U yerda bizda matematika, ona tili, ingliz tili, rus tili kitobi, rus tili daftari hammalari o'z vaqtida shu darslarimiz chiqib kelayotgan. Bu darslarimiz faqat Sanur Premium kanalda bor. U kanalga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Sanur Maktab Telegram kanaliga kiring, admin bilan bog'laning va to'lovdan keyin sizni Sanur Premium kanalga qo'shib qo'yadi. Ya'ni birinchisi, agar yogaga 365 million nafar odam qatnashsa, aerobikaga 224 million kamroq borar ekan. Bu degani kamroq degani minus degani yozamiz 365 million 365 million minus 224 million qilar ekanmiz. Shuni biz aerobikaga nechta odam qatnayotganligini aniqlab olamiz. Juda ham ko'p ekanmiz sonlarimiz. Bilmadim nimaga. Xo'p, nollarga minus qilsak, nollarimiz bizda umuman o'zgarmaydi. Ya'ni nollarni o'zini yozib qo'yamiz. Keyin 5 minus 4 imiz 1, 6 minus 2 imiz 4 va oxirgisi 3 minus 2 imiz 1. Javobi bizda 141 million nafar odam aerobikaga chiqarkan. Mana bu yerga aerobika deb qo'yaman. Aerobika. Xo'p, keyingi ikkinchisi bizda aytilyaptiki, u shu bilan shug'ullanadigan odamlar 20 marta ko'p. Bu odamlar bo'lmasa kerak birorta bir yogada ishlatiladigan naqalarmikin, nima deydi, trenajyorlarmikin. Chunki odamlarning soni juda ko'payib ketib qolar ekan. Xo'p, mayli. Keling yozamiz. Yogada bizda 365 million bo'lsa, 365 millionta odam bo'lsa, qarang, nollarni yozdik. 20 marta o'shuga ko'proq chiqarkan. Qarang, o'shuga ko'proq chizib, qilib bu tarafga ko'rsatgan yogadan ko'ra degani. Bu degani bu sonni biz 20 ga ko'paytirib olishimiz kerak bo'ladi. Nollarni kelim qilib yozamiz. Nuqtasi kerak emas. Mana 20 ga ko'paytiramiz. Nollarni tegmay turamiz. Oxirida qo'shib qo'yamiz. Xo'p, 2 kara 5 imiz 10. Nolini yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 kara 6 imiz 12. Tagidagi 1 qo'shsak 13 bo'ladi. 3 ni yozib 1 ni eslab qolamiz va oxirgisi 2 kara 3 imiz 6. Tagidagi 1 ni qo'shsak 7 bo'ladi. Ya'ni 730 bo'ldi. Endi mana bu nollarni tagiga yozib qo'yishimiz kerak. Yozganimizda biz sizlar bilan xo'p 7 ta nol yozar ekanmiz. 1 2 3 1 2 3 4. Shunda 7 ta nolimiz bo'lgan bo'ladi. Xo'p, qaniydi? Buni o'chirib qo'yaylik. Milliardga o'tib ketib qoldi shekilli. Qaniydi? 1 2 3 7 milliard 300 millionga qarab ketar ekan. Juda ko'p katta sonimiz chiqyapti. Bu bizda o'shu bilan shug'ullanadigan kishilarimiz. Bizdan so'ralyaptiki, jami bo'lib nechta nafar odam shug'ullanadi? Odammi, narsami, bilmadim. Hammasi bo'lib hisoblar ekanmiz. Aerobikaga 141 million nafar, o'shuga 7 milliard 300 million nafar va yogaga esa 365 nafar odam chiqar ekan. 7 milliard bo'lishi mumkin emas-a? Bu odam bo'lmasa kerak. Xo'p, mayli, bizning vazifamiz ishlash. Birinchi yozuvda milliardlarni yozib olamiz. 7 milliard 300 million qo'shar ekanmiz. Xo'p, keyingi sonimiz biz yogani qo'shaylik. 365 million va oxirgisi aerobikamiz 241 million. 141 million. Va bularni hammasini hisoblaymiz. Xo'p, yozganimizda chiroyliroq qilaylik. Nollarimiz bizda bu yerda umuman o'zgarmaydi. Hammasi tushib kelaveradi. Plus qilayotganimizda o'zgarishmaydi bular. Hammasini yozib olamiz. Endi 0 minus 5 imiz, mana bu yerdan qilyapman. 0 plus 5 imiz 5 bo'ladi. Tagidagi 1 ni qo'shsam 6. Keyin yana 0 plus 6 imiz mana. 0 minus plus 6 imiz 6. Tagidagi 4 qo'shsak 10 bo'ladi. 0 ni yozib 1 ni eslab qolaman.
Keyin 3 plus 3imiz bizda 6. 1 qo'shsak 7 bo'ladi. Tagidagi 1 qo'shsak 8. Va oxirgi sonimiz bu 7 sonimiz bo'lyapti. Devadan bu ham tushib keladi. Ya'ni 7 milliard 806 million nafar bor ekan. Bilmadim. Nima ekan? Chunki biz masalamiz yozilmaganda nimaga bu taalluqligi? Shunga biz oddiy ishlab qo'ydik. Xo'p, javobi bizda 7 milliard 806 million nafar jami bo'lar ekan. Nollarda adashib ketib qolmang. Sonimiz bizda katta. Jami dedik va daftaringizga buni chiroyli qilib yozib oling. Shu bilan bugungi uy vazifamiz tugaydi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.